Ben masalan hokim bo'laman deb yetti uxlab tushimga kirmaganda gap ochig'i. Uchrashuvimizning asosiy maqsadi yoshlarimizni taklif istaklarini eshitish, yordam berish. Birdayamda taklifinglar bo'lsa beringlar. Har doim aytaman, ishga borgan odam o'ziga qulay bo'lishi kerak, o'zi xohlagan bo'lishi kerak. Agar xohlasa o'shadan tanlab olsin. Bizda ish vakansiyalari bor, sizga hozir ro'yxatini beradi. Steward bo'lib turasiz, keyin lyochik qilamiz sizni. Baribir odamni majbur qilib bo'lmaydi, o'zi xohlagan yo'nalishda o'qish kerak, o'zi xohlagan yo'nalishda ishlash kerak. Siz bo'lmasam o'sha aytganingizdek oktyabrda 18 ga to'lib topshiradigan bo'lsangiz, ishlaringizga omad. Lekin kelajakda agar siz aytayotganingizdek o'qituvchi bo'laman desangiz, ingliz tili направлениясida o'qib bitirganingizdan keyin hali kim biladi, bitta joyda fasol bo'lib ketasizmi. Men masalan hokim bo'laman deb yetti uxlab tushimga kirmaganda gap ochig'i. İşlaringizga omad. Nima yordam kerak hozir? Yordam hozircha kerak emas. Kerak bo'lsa aytasiz, maylimi? Rahmat. Nima yordam kerak? Telefon sohasi bo'yicha joy ochmoqchi. Nima yordam? Ishlaringizga omad. Rahmat. Taklif istagilarni 24/7 qabul qilib eshitishga tayyorman. Hammaga rahmat katta.